O'zbekiston tarixi 8-mavzu 7-sinf 6-7 asrlarda madaniy hayot. Yozuv. Bu davrda So'g'd, Xorazm va To'xariston aholisining alohida yozuvlari bo'lgan. So'g'd va Xorazm yozuvlari qadimgi Oromiy yozuvi asosida vujudga kelgan edi. To'xar yozuvi Baqtira yozuvi asosida shakllangan bo'lib, 25 harfli yozuvga ega bo'lgan. Xat, hujjat va ayrim axborotlar kabi maktubotlar asosan charm, yog'och, sopolga va kamdan-kam hollarda qog'ozga bitilardi. Chunki qog'ozning bahosi nihoyatda baland edi. Ayrim bitiklar esa hatto podsho saroylari va ibodatxona devorlariga ham yozilardi. Ular orasida elchilik maktublari, xo'jalik, kirim va chiqimlari, huquqiy shartnomalar, astronomik hujjat, tarixiy yodnomalar hamda diniy aqidalar bitilgan nodir qo'lyozma topilmalar bor. Bizning zamonimizgacha saqlanib qolgan So'g'd yozuvlari Panjikent yaqinidagi Mug' qal'asida, Sharqiy Turkistondagi Turfan shahri yaqinida, Samarqandning qadimiy xarobasi Afrosiyobda qayd etib o'rganilgan. Ularda So'g'dning siyosiy tarixi, huquq va qonunlari, iqtisodiy va diniy e'tiqodlari xususida muhim ma'lumotlar keltirilgan. So'g'dda bolalar 5 yoshga to'lgach yozuv va hisobga o'rgatilar, so'ngra ular 20 yoshga kirganlarida savdo ishlarini o'rganish uchun o'z mamlakatlariga jo'natilar edi. Shuningdek, bu davrda turkiy ron, ko'k turk xati ham keng qo'llanilgan. Turklarning bu yozuvi biri ikkinchisiga tutashib ketadigan 38-40 harflardan iborat edi. U tosh va yog'ochlarga o'yib yozishga nihoyatda qulay edi. Qadimgi ko'k turk bitiklari Kultegin va Bilga Xoqon bitiklari Oltoy va Sharqiy Turkistondan tashqari Yettisuv, Farg'ona va Zarafshon vodiylaridan topilib o'rganilgan. Ular qabrtoshlar, sopol va metall buyumlar, yog'och hamda tanga pullarga bitilgan. Ilk o'rta asrlarda yurtimizda So'g'd, Xorazm, To'xar va turkiy ron, ya'ni ko'k turk yozuvlari mavjud bo'lgan. Diniy e'tiqodlar 6-7 asrlarda O'rta Osiyoda Zardushtiylik, Buddaviylik, Nasroniylik, Moniylik, Qam, ya'ni Shomoniylik kabi bir nechta mahalliy va boshqa o'lkalardan kirib kelgan dinlar mavjud bo'lgan. Aholining ko'pchiligi Zardushtiylik diniga e'tiqod qilgan. Manbalarda ta'rif etilishicha, To'xariston aholisi Budda diniga e'tiqod qilgan. To'xariston Markaziy Osiyoda Budda va Moniylik dinlarini tarqalishi va rivojiga muhim ahamiyat kasb etgan. O'rta Osiyo xalqlarining mafkuraviy hayotida Moniy dini ham keng yoyilgan edi. Moniy dini ta'limoti bo'yicha olamning ibtidosi, ikki qarama-qarshi yorituvchi yorug'lik va ezgulik hamda zulmat va yovuzlikdan iboratdir. Ibodat, ro'za, sadaqa Moniy dinining arkoni hisoblangan. Samarqand viloyatining Urgut tumanida So'g'ddagina emas, balki butun O'rta Osiyoda nasroniylik markazlaridan bo'lgan. Turk xoqonligining chorvador aholisi qadimgi shomoniylik diniga sig'inib kelgan. Bu din jon va ruhlarga, ota-bobolar ruhiga sig'inish e'tiqodini tarbiyalagan. Qadimgi turklar o'z dinini qam deb yuritganlar, chunki ularda shomon degan so'z bo'lmagan. Bu din koinotni yo'qlikdan bor qilgan, ko'k tangriga e'tiqod qiluvchi yakkaxudolik dini hisoblanadi. Chorvador ko'chmanchi aholi ko'k tangriga bag'ishlangan marosimlar o'tkazib, qurbonliklar qilishgan. Arkon dindagi eng muhim vazifa, suyanchiq, ma'muriyat, qam, shomon, ko'k tangriga sig'inuvchi yakkaxudolik dini. Masalan, ko'k tangri sharafiga qurbonlik uchun qora qashqa ot so'yilgan. Shaharsozlik 5-7 asrlarda dehqonchilik maydonlari kengayib, mahsulotlarning ortib borishi, hunarmandchilik, buyum va jihozlarga bo'lgan ehtiyoj, savdo-sotiqning avj olishi shaharlarning ravnaqiga ta'sir etdi. Shaharsozlikning o'zagi bo'lgan shahristonlar, ular atrofida robotlar, bog'-rog'lar, asosan sersuv manzillarda bunyod etilgan.
Shahriston maydoni dastlab 15 gektardan oshmagan. Unda asosan boy tabaqa istiqomat qilgan. Shahar atrofida rabotda hunarmandlar, dehqonlar yashagan. Buxoro va Poykent shaharlarining maydoni 20 gektardan oshmagan. Bu davrda O'rta Osiyoda eng katta shaharlardan biri Samarqand edi. Uning umumiy maydoni qariyb 200 gektardan bo'lgan. Shahriston qurilishi Afrosiyob va Raxsha, Panjikent shaharlaridagi arxeologik tadqiqotlar orqali o'rganilgan. Ko'cha tarmoqlari qatoriga oddiy uy-joy binolari, hunarmand ustaxonalari, do'konlar, ibodatxonalar, saroylar qurilgan. Devorlar, xususan mudofaa devorlari paxsa va xom g'ishtdan qurilib, burchaklariga baland qilib burchlar ishlangan. San'at. Tasviriy san'atning rassomlik va haykaltaroshlik kabi tarmoqlari ravnaq topadi. Surxon vohasida Bolalik-Tepa va Zarafshon vodiysida Panjikent, Varaxsha va Afrosiyob Farg'ona vodiysida Quva xarobalarida topib o'rganilgan yodgorliklardan devoriy suratlar, haykallar va ganchkori naqshlar o'sha davrning yuksak san'at asarlaridan hisoblanadi. Devoriy tasvirlar zamonasining o'ta murakkab hayoti, diniy e'tiqodi va tashqi mamlakatlar bilan olib borilgan aloqalardan hikoya qiluvchi manbadir. Haykaltaroshlik rivojiga ayniqsa buddaviylik dini kuchli ta'sir ko'rsatgan. Farg'ona vodiysida Quvadan hamda Qo'rg'ontepa yaqinidagi Ajinatepadan Buddaning bahaybat haykallari topilib o'rganildi. Ajinatepa buddasi haykalining bo'yi 12 metrga boradi. Bu davrda badiiy yog'och o'ymakorligi san'ati ham yuqori darajada rivojlangan. Ilk o'rta asr ganchkorligi san'atining nodir yodgorligi namunalari va Raxsha topilmalari orqali tadqiq etildi. Musiqa san'ati. O'rta Osiyoda musiqa, raqs, qo'shiqchilik, qiziqchilik va dorbozlik kabi san'atning turli sohalari ham rivojlangan edi. Bu davr san'at sohasida Buxoro qiziqchilari, Samarqand naychilari, Toshkent raqqos yigit va raqqosa qizlari bilan shuhrat topgan edi. Choch raqqoslari ijro etgan mashhur choch raqsi yoki doira chertmasiga imo bilan yelka uchirib tushadigan o'ynoq doira raqsi Xitoy ayollarini maftun etib, ularni hayratga solgan edi. Birgina Buxoro shahrida usta hunarmandlar tomonidan 10 turdagi cholg'u asboblari yasalgan. Bugungi mavzumiz ham juda qiziq mavzu, sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.